Mana kraska. Bu отвердители. Mana bu oddiy suv. Hozir mana shu suvni kraskaga qo'shaman. Sizlarda shubha paydo bo'lmasligi uchun men ichib ko'rsatyapman. Mana ko'rishingiz mumkin. Videoni uzmasdan qo'shaman hammasini. Mana. Bu yog'ini sal tezlashtirib yuboraman, chunki video sal uzunroq bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek kraskani aralashtirib oldik. Endi buni hozir pistoletga quyib, mana ko'ryapsizlar. Xuddi rasvaritel qanday aralashgan bo'lsa, xuddi shunday aralashdi. Pistoletga quyaman, mana shu ichkarida turgan eshikni переход joyiga sepaman va nima uchun sepilayotganini ham qo'yaman. Boshqa videoga o'tib uni ham ko'ringlar. Foydali, manfaatli video bo'ladi unisi ham.